Qilamiz baravarni. To'xtatamiz. Demak, qaysi rang tushdi? Yashil. Yashil rang tushdi. Demak, birinchi guruh bu. Birinchi guruhdagi savolni ochamiz. Savol. Kecha bobom qishloqdan keldi. Gapdagi kesim qani? Keldi. To'g'ri javobmikin? Ha. Qarsaklar, barakalla. Demak, keldi degan gapimiz kesim vazifasida bo'ladi. Keyingi ikkinchi guruhimizdan kim chiqadi? Chiqamiz Diloba. Birinchi guruhga 1 ball bering. Diloba tayyormizmi? Moviy tushdi. Ikkinchi guruhga savolini ochamiz. So'zlashuv uslubi necha xil ko'rinishda bo'ladi? So'zlashuv uslubi Qanday ko'rinishlari bor deb o'rganganmiz? so'zlashuv uslubini oddiy va adabiy uslubi. To'g'ri javob berdikmi? Javob variantimizni tekshiramiz. Demak, javob to'g'ri. Ikkinchi guruhga ham 1 ball beramiz. Keyingisi birinchi guruhdan kim chiqadi? Abdulloh. Zid ma'noli so'zlar nima? Zid ma'noli so'zlar bu bir-biriga qarama-qarshi kelgan ma'noli so'zlar. Barakalla. Demak, qaysi guruhimiz chiqdi hozir? Birinchi guruhimizga 1 ball beramiz. Ikkinchi guruhdan kim chiqyapti? Madina. Aylantiramiz Madina uchun barabandi. Hozir to'xtanglar. Bosilib ketdi, uzr. Sariq tushdi. Birinchi jamoa chiqdimi? Ikkinchi jamoa chiqdi. Ikkinchi jamoaga Sheva nima degan savol tushdi. Xo'p, Sheva nima ekan? Kitobingni berib turasizlar. Har qancha hududda bo'ladi? Sheva qoidasini boshqatdan aytdi. To'g'ri aytyapsan faqat. Yaxshi, eshitmay qoldim. Barcha davlatlarning o'ziga yarasha Davlatlarning emas. Ma'lum bir davlatlar hududning deb aytamiz. o'ziga yarasha so'zlashuv uslubi. Barakalla. Tili desak bo'ladi. Faqatgina ma'lum hududning deb javob beramiz Madina. To'g'ri deymiz va ikkinchi guruhmidi? Ikkinchi guruhga ham 1 ball beramiz. Keyingi o'quvchimiz birinchi guruhdan chiqadi. Kim chiqadi? Asila. Aylantirdik. Qizil. Birinchi guruhdan qizilni bosamiz. Savol. Onam shirin ovqat tayyorlaydi. Ushbu gapdagi to'ldiruvchini aniqlang. Shirin Shirin to'ldiruvchimi o'quvchilar? ovqat. Ovqat to'ldiruvchimi? Yo'q. Javob bermaymiz, guruh yordam bermaydi. Qaysi javobni qabul qilamiz? Shirin nima, ovqat nima? Hech kim yordam bermasin guruh. Qaysi kim yordam bersa minus ball qo'yaman guruhiga. Shirin javobini qabul qildik. Demak, javob nima edi o'quvchilar? Ovqat tayyorladi. Nimani tayyorladi? Ovqatni tayyorladi. Shirin bu yerda aniqlovchi edi. Demak, birinchi guruhga ball bermaymiz. Ikkinchi guruhdan kim chiqadi? Zebo. Aylantirdik Zebo uchun. So'zlashuv uslubining necha xil ko'rinishi mavjud? 2 xil. Tushgan savol ham o'quvchilar, boshqasini beramiz. Ikkinchi darajali bo'laklar qaysilar ekan? Ikkinchi darajali bo'laklar aniqlovchi to'ldiruvchi holat. Javob to'g'ri. Barakalla. Ikkinchi guruhga 1 ball beramiz. Keyingisi birinchi guruhdan kim chiqadi? Asadbek. Bosh bo'laklar qaysilar? Ega kesim. Javob ega kesim. Barakalla. Birinchi guruhga ham 1 ball beramiz. Ikkinchi guruhdan kim chiqadi? Maftuna. Yashil.
İnsanlar birbirini avaylashi kerak. Gap tarkibidagi egani aniqlang. Qani ekan? İnsanlar. O'zgarmaydimi javob? Yo'q. Barakalla. İnsanlar degan javob to'g'ri edi. Ikkinchi guruhga 1 ball qo'shib beramiz. Keyingi birinchi guruhimizdan kim chiqadi? Birinchi guruhdan Hojimso. Aylantiramiz barabanimizni. Zid ma'noli so'zlar nima? Yo'q, to'xtaymiz. Mana shu savol chiqib qoldi. To'ldiruvchining necha turi bor faqaysizlar? Kimning? Nimaning? To'ldiruvchini so'rayapti. Guruh yordam bermasin. Ikkinchi guruhda javob bormi? Kimni? Nimani? Kimga? Nimaga? Xo'p, bu savollar bo'lyapti. Endi turini. To'ldiruvchining nechta turi bor degan savol turibdi. Va ular qaysilar? 3 sanaymiz. 1 2 Xo'p, 2 xil. Qaysi? Qaysi? Kim nima? Kim nima to'ldiruvchiniki? To'ldiruvchining savoli bo'ladi. Guruhda yordam beruvchilar bormi? Asila? Vositali va vositasiz. Vositali va vositasiz. Hojimsa nima ekan? Vositali va vositasiz. O'tirib olamiz. Shartli ravishda sizga 1 ball qo'shib turamiz, o'quvchilar.